Sergeli Yangihayot tumani Yangidarxon mahallada uyimiz chiqdi sotuvga. 2 xona 9-qavatda. Manzil yana bir marta tashlab o'tib ketaman. Arenterini Senma Gassesdan orqasi Choshtepani ro'parasidagi 16 qavatli domlar. Yangidarxon 2. Metroga 1,5-2 kilometr chiqadi. Peshkom yursa 15-17 minutlik yo'l. Yaxshi. Domni pastda magazin, hamma bolalar o'yingohlari, maktab, bog'cha, hamma narsa yaqin. Uyimiz yaxshi holatda. Yaxshi holatda uyimiz chiroyli xonadonimiz. Video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Narxlarni juda kelishtirib qo'ydik. 56 kvadratli xonadonimiz sotuvga chiqdi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida narxlarini tanishtirib o'tib ketaman. Xonadonimizga ham kirib oldik. Ko'rib turibsizlar, juda fayzli xonadon. Yaxshi yashashga akkuratning o'zligini uyi, chunki ijarachi yashashmagan bu yerda. Kiroverish koridor, mana shunaqa G-obrazli uzun koridor joylashgan. Mebellari ham chiroyli qilib taxlangan. Sanuzillar razdelli holatda. Ko'rib turibsizlar, hammomlari ham kafel terilib, chiroyli qo'yilgan. Bu yoqda kir mashina qo'yib, akkuratni qilib qo'yishgan hojatxonasini ham. Bu yoqda mehmon kutadigan xonamiz. Mягкий mebellar qo'yib, pardalar, konditsionerlar qilib qo'yilgan. Bu yoqda mebel texnikasini olib chiqib ketmoqchi uy egasi. Endi bitta konditsioner qoladi. Xudo xolasa agar chiqsa klient, bu mebel texnikasini ham gaplashib ko'rishga harakat qilib beramiz. Bu yoq oshxona. Oshxona mebelga faqat gilam, parda qo'yilgan. Oshxona mebel qilishmagan. Oshxona mebel o'zlaringizga bob qilib qildirib olasizlar. Bu yoq родительский спальня. Родительский spalniga ham parda gilam qilib qo'yilgan. Bemalol mягкий mebellaringizni, anaqalaringizni, spalnilaringizni olib kelib joylashtirsanglar bo'ladi. Uyimiz fayzli xonadon, yaxshi. Srochni sotuvga qo'ydik. Uy egalariga pul zarur ekan. Elektorni 500 ga qo'yildi. Xudo xolasa tepasi savdosi bor. Bu uyimiz ipotekaga berilmaydi, faqat naqdga sotiladi. Naqdga oladiganlar bemalol pastdan nomer qoldiraman. Aloqaga chiqishinglar mumkin. Xudo xolasa tepasida turib, yaxshi narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Uy egalari ham juda yaxshi odamlar.